Assalomu alaykum. Aka, qo'rning kartonasi. Bana necha pul edi kilosi? 250. O'zbek pulga qancha bo'ladi bu? O'zbek pulga bilmayotgan. Bo'ldi. Shuni tortgan aka. Kivi ham bor ekan, yaxshi. Bor, ava. Mana shu hammasini solib berasiz chiroyli qilib. Qarang, o'zbek puli o'tadimi, o'tmaydimi aka? Yo'q, qirg'iz puli. O'zbek puli o'tmaydimi? O'tmaydi, ava. Hamda qirg'iz puli yo'q edi yoki. Buni paketga solib turing, hozir men shuni olib kelib beraman. Ha. Oh my god. Assalomu alaykum. Bana necha pul opa? Pishganmi bu? Mehmonga-da, ya'ni uyaltirib qo'ymas. Keyin necha pul? 200 so'm. Ash, chiroyli qilib solib bering mehmonga-da. Bu mendan savdo qilding-ku? Ha? Savdo qildim mendan. Yo'q, endi savdo qilyapman. Hozir kelib savdo qilding-ku mendan. Hop, nima qilish kerak? Oğlum niye alam men hozir shuncha narsan? Saldırıp ketding hozir kelib mendan. Yo'q, endi olyapman aka. Qandaycha yema olasың? Hozir keldingmi deb otpayman. Ham protivmi sizga bunaqa savdo qilishda? Normal slушаешь, qanday против? Chiroyli gapiring aka. Normal slушаешь, malu? Men sizga normal gapiryapman. Hozir kelib mendan aqcham almashib kelay deb ketding. Qanaqa aqcha? Men endi kelib xarid qilyapman. Ya hozir kelib aqcha olib kelam deb ketding-ku. Aka, savdoyingizni qiling. Ey, normal. Ne qilam shuncha narsa men hozir? Savdoyingizni qiling. Aka, nastroylarni buzmang, keling, qo'ying. Mehmonman aka, O'zbekistondan Ya kelyapman. u shuncha narsani ne qilam men Aka, necha hozir? pul bo'ldi aka? Necha pul bo'ldi manu? Aka. Qanaqa aqcha aka? Kimga soldirib qo'ydingiz? Menga soldirib qo'ydingiz aka. Nimaga aldingiz? Qo'l ko'tarib qo'yasiz aka. Frank Hasan Husan O'zbekistondan aka. Addush, bu kafiyat uchun video postga joylayman. Bo'ladi. O'zbekchani zo'r bo'lar ekansiz, ha? Ok, kelib bitta ish qilamiz. O'zbekistonni poddeshkasi kuchlimi yoki Qirg'izistonni? Mana shu kommentariy orqali bilib olamiz. Sen nechta Qirg'izistonni kuchdi-da? Bo'ldi, mana shu video orqali bilib olamiz. Qirg'iziston elim boy kelib, podeshkani jarayilchi, qanday ko'rsataylik O'zbekiston elini. O'zbek xalqi bitta like bosib aktiv banglatavringlar. Brat, Addush Frank rozi bo'lasiz lekin. Ana uni ol endi, xarid qil. Necha pullik bo'ldi bu aka? I'm begging you to put your Assalomu alaykum. Hormayli. Charchamayapsizlar, zulsizlar. Aka, balon sotar ekansizlar, yaxshi? Ha, balon. Mana shu bitta berib ko'ring, shundoq men mashinamni qo'yib ko'ring, agar razmeri tushsa, uchta naqd berib olib ketaman. Gentra aka. Gentraga qayin o'zi razmeri bir xil bo'ladi. Aka, to'g'risi mashinaga tushirmayman. Shu bitta qo'yib ko'r, shu bozor oldida. Yo'l yuzda turib dampilatni ko'tarib qo'ygan. Balon ko'tardi gentraga. Aka, shuni qo'yib ko'ravering aka. Muammo emas-ku. Bo'ldi, 5 minutda kelaman. Ha, aka. O'xshadimi ish qilib? Mana gentraga dedim, sen kirib Cobaltga deysan. Tushunding? Cobaltga. Diska sinib qolibdi, o'g'lan. Hop. Telefon qilaman. Mana Cobaltgami aka diska? Vali yangi chiqqan-a bu? Ha, mana shu. Necha pul bu? $180. $180. Nimaga qimmat qiladi? Ya, ham yerdan bir xil. Boshqacha narx eshitdim-da, o'shaning uchun. Boshqa yerda ham yerda 190, bizda 180. Qimmat ekan, lekin sizlar. Mayli charchamaydi aka. Balonni berasizmi? Qanaqa balonni? Qanaqa balon? Yo'q, men Cobalt haydayman, Gentra emas, aka, diska so'rayapman sizdan. Balon bitdik hozir. Chiroyli muomala qiling, aka, nima degani? Chiroyli muomala qildim. Chiroyli, jinni deb chiroyli muomala qilgan bo'ladimi? Men berdim-ku balon. Nima qilib bergan bo'lsangiz? Men sizdan diska so'radim. Hozir Gentraga mos keladimi, yo'qmi deb olib chiqib ketding-ku balonni. Aka, tushdi, bering, tushdi. Assalomu alaykum. Frankada aka xabarimiz. Videoda juda ko'pchilik. Kameraylar, Kamera sizdan oldin kirib olgan. Aka, uy ichida juda ko'pchilik yozdi-da, uy ichiga kelib prank qila olmaysizlarmi deb. Yo'q. Ha, bundoq qarasa, store kelib qoldim bundoq. Addushi. Qadrdonlar, hozir danlaveramiz, uy ichidamiz. Kimga agar Devo Chevrolet
Zapchast xizmatlar kerak bo'lsa, okaning o'zlariga murojaat qilsani bo'ladi. Ko'rib turganingizda assortiment nerealni kodni uychida menimcha nomer ading, aka? Ha, to'g'ri. Bemalol 24/7 ishlarni bitirib bera olasizlar. O'zi ish tartibimiz shunaqa. 24/7 qarang, ko'p joyda dastavka xizmatlari ham bo'ladi, bu yerda ham bu. Bor dastavkamiz. Bu ana manzilni ham aytib 20 qo'ying. kilometrgacha dastavkamiz bor. Namangan Uychi bozori oldida joylashgan Ravon Uychi desa Instagram profilimizda. Aka, uychini aktivni bitta ko'ramizmi endi? Xudo xohlasa. Yo, aktiv qo'ysa olmaydi. San yo'raverishadi. Bo'ldi, mana shu like, komment orqali uychiliklarni aktivini bitta ko'raveramiz, oka. Bo'ldi. Xudo xohlasa qani uychilikni bitta bosamiz biz. Ko'ramiz, qanchalik poddeska qila olishadi. Agarda kimdadir o'sha zapchast xizmatlari kerak bo'lsa, akaga murojaat qilsani bo'ladi. Opsioniyada отметка ham qilib qo'yamiz. Hammaga rahmat, brata. Bu videoda jonim sog' bo'lsin. Yaqinlarga yuborib qo'yinglar. Keyingi video qaysi rayonda bo'lsin, kommentariyaga yozib qoldiringlar. Assalomu alaykum. Aka, Assalomu alaykum. Bormi aka? Salom aka. Telefon qo'ysam bo'ladimi telefoningizdan? Yo'q, yonimda emas, ichkarida edi aka. Uydagilar xavotir olishyapti. Aka, assalomu alaykum. Charchanib. Sizdan telefon qo'ysam bo'ladimi? Uyami? Ha, uyga shunaqa qo'ydik. Qarang, Sharof muqim emasmisiz siz? Sharof. Gap yo'q aka. Siz telefoningizdan telefon qilaman deb o'ylamadim. Ha, shunaqa telefon qo'ylar aka, sizdan rasmga tushib olaman. Keyin Telegramdan tashlayverasiz aka. Ko'p gaplashavermaylik. Ya, bo'ldi aka. Hozir 1 minut aka. Alo. Ha, kelib qoldim. Yo'q. Mashinamga soluvdim. Ha, mashinamda qolib ketibdi sumkang. Qora sumkamidi? Ha, mashinamda ekan. Bo'ldi, hozir tashlab o'tib ketaman. Xo'p, o'rtoq. Oh! Telefon bo'ldimi? Qanaqa telefon? Tushunmadim. Qanaqa telefon gapiryapsiz, aka? Nimaga o'zim bosib olaman? Armani so'rayapsiz. O telefon oldingiz. To'g'rimi? Qanaqa telefon, aka? Telefonimni oldingiz-ku. Adashmasam, Sharof muqimsiz, a? Ha. Yo'q, bunaqa demaylik, aka. G'alati polishiniga solib qo'yapsizlar-ya, aka. O'yin qilmang bo'pti. Tushunmadim, qanaqa o'yin? Yosh katta. Nima deyapsiz? O'zingizdan o'zingiz? Qanaqa o'yin? Yoshingiz katta, uyalmaysizmi, aka? Qanaqa telefon? Tushunmadim sizlarni. Mana shu bo'pti. Sen gapirma. O'zingiz bosib oling, hech olganmisiz? Aka, men telefon, rahmat katta. Okey. Frank, to'xta, okey. Kamera. Hasan qilsamiz aka, bu yoqda ham kamera bor. Qo'lqata. Frank, okey. Просто odamlarni kayfiyatini ko'tarish uchun, okey. Bizlarni kayfiyatimiz tushuninglar. Aka, agar yo'q demasanglar, videoni postga joylayman, okey. Addushilik hurmat qilamiz, okey. Urushgan, turtishgan joylar kesib tashlaydi. Yo, endi shunisi bilan qiziqdi, odamlar nastroyeniyasi ko'tarsa bitta like bosib qo'yishadi, okey. Qo'yaveraymi, okey? Unaqa qilmanglar boshqa. O'zingizga o'xshamaysiz, aka. Yo'q, kopiya. Mana bu okaning jahllari yomon ekan. Kech kelding qarang. Ochig'ini aytaymi? U telefon jalka emas, ichidagi narsa jalka. Gap yo'q, akam. Emotsiya qalay bo'ldi, aka? Yo'q, yaxshi. Joningiz sog' bo'lsin, rozi bo'lasizlar, videoni joylaymiz, aka. Sharof Muqimov akani taniganlar bittadan yuraychani qisqartirib qo'yamiz, aka. Endi bittadan rasmga tushib olamiz, rostdan ham. Bunday qilamiz. Sizlarni ham ozgincha kayfiyatinglar ko'tarilgan bo'lsa, jigar kibr bo'lmay bitta yuraychani qisqartirib qo'ying.